puli bor, badavlat, o'ziga to'q odamlar ko'pchilik o'ylaydi, psixologga o'sha boyligini orttirish maqsadida yoki boyligini saqlab qolish maqsadida psixologga murojaat qiladi deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin aslida unaqa emas. Boy badavlat odamlar ko'p pul topish diqqatini qaratib qo'ygan bo'ladi, yo'naltirib qo'ygan bo'ladi pul topishga va oilasi degan munosabatlarda oqsoqlik qilib qoladi. Yutqizishlar boshlanadi oilasida. Bu yoqda yutuqlari zo'r pul topishda, lekin oila muhitida e'tiborsizroq bo'lib qoladi. Chunki ular diqqatini u yoqqa qaratadi, oila muhitini pul bilan kompensatsiya qilaman deb o'ylaydi. Ya'ni ayoli, adasi, keling ujinga, siz bilan gaplashib o'tirgimizga kelyapti oilaviy. Sog'inganmiz desa, xotin, hozir vaqtim yo'q, majlisim bor. Shuning uchun o'zingizlar gaplashib o'tiringlar. Agar o'sha suhbat davomida bu bolalaring, misol uchun, bu narsasi yetishmayotgan bo'lsa, menga aytib yuboring, men pulni o'tkazib yuboraman. Ehtiyojing bo'lsa ayt. Deganda keyin ayoli aytadi, ras, er kelib inson bo'lib gaplashib o'tira olmagandan keyin ayoli undan moddiy kompensировать qilishga o'tadi. Menga telefonim eskirib qoldi yoki tushib ketdi, iltimos shuni olmoqchi edim, almashtirib bering. Bo'ldi, shumidi? Bo'ldi. Pul bilan hal qiladi, tabiiy oilasining ehtiyojlarini qora bilan sotib olgandek sotib oladi. Albatta u oilada keyin muammolar kelib chiqadi. Eshitish kerak bo'lgan joyda sizni telefon berib tursa, nima keragi bor? Siz bilan gaplashib, sizga hamdard bo'lish kerak bo'lgan odam sizga mashina olib beryapti. Sizning mashinangiz bor, sizga mashina kerakmi o'zi? Yoki yengilab zo'rini olib beryapti. Kerakmi? Siz muhtojsiz o'sha ishongan odamingiz bilan prosta suhbatlashib o'tirish. O'zingizni dardingizni aytishga. Uni hamdardligiga muhtojsiz. Siz uni puliga emas, uni mehriga muhtojsiz. O'shunaqa holatda boy badavlat odamlar oqsoqlik qilib qolib, pul bilan hal qilishadi. Bitta maslahatim, gohida vaqtida berilgan bitta donagina gul siz podarka qilgan kerak emas vaqtdagi katta mashinadan ko'ra azizroq hisoblanadi.